2005-yillarda yangi yil. Podvalga zarili balomam, jinnimisan lan? Voy oyi! Bizani dehli kompotimiz bormidi? Tarbiya qolingda olib kirib qo'y, sandalga kechqurun 12 da ichasan. Qirg'iz bera. Ichkara qo'y, issa ichasizlar. Oy, sandalda nima bor edi? To'rt tinchlikmi? Oyog'im tiqib oldim. Ha, bo'ldi ya qizim, bitta to'rt uchun seni urib o'tamanmi? O'z u to'rt ichib yemas, posonga qo'yardim. Uxlaylar, salat otilganini ko'rmay qolasizlar. Bu yil Oliviya qildilaringmi? Bu yil kamroq qildik, atigi bir tog'ora. Voy, o'tgan ikki tog'ora qilgandik. Ha, ikkinchi bu yil nima ovqat qilyapsan? Aynan o'sha ovqatni qilmaymiz, sizlarga chiqib yeymiz. Iloji bo'lsa tabaka qilinglar, 3 yildan beri yemaymiz. Mayli, qo'shni, siz ham chiqa qoling, biz ham dasturxon bezaylik-a, qizim. Har joyda bezatilgan archalar, yoqsaydi qor parchalar. Sehrli bo'lib Oy, ananas yeymizmi? Qo'yib qo'y stolga. 12dan keyin yeymizmi? 2-yanvar kuni hamma mehmon ketgandan keyin yeysan. Hart qilingmi? tolsin deb kimni juda sog'ingan bo'lsa Qor bobo o'zi menga sovg'a beradimi? Hozir obedda kirib uxlasang, kechga kelib mana mana sovg'alarni beradi. Endi bor yo'qol. Ukam keldimi deyman. Hamma pulimga Mickey Mouse oldim. O'ynasang o'zing o'yna, faqat ukangga berma. Oya qani akam paqildov berdilar. Sani adangga qo'shiradim. Qani adang? Har yil yengildi, yo'q qoladilar. Keyin alkash o'rtoqlari bilan paydo bo'lib qoladilar. Keyin meni aroqqa chiqarib yuborishadi. Bo'pti, yur uyda bezataylik. Davraga bizni to'plab, Shu tualet qoladi zarilmagan, ichiga ham el. qilib silashtirib. Qo'g'amas bular qo'g'amas. Prezident archasi, istiqlol tumonchasi, quvonchlar qaynagan. Qizim, o'tgan esingdami, nima esimizdan chiqib qolgandi? Mayonez esimizdan chiqib qoldi. Ha, o'sha bu yil ham esdan chiqib qoldi, nima olibga? Bo'ldi, xabaladi. Menga qara, zdarchisiga zivachka olmagin, tushundingmi? Tuz yoki yogurt ol. Bo'pti. Bu yil diskoteka shu ko'chada bo'lar ekanda. Yaxshi ko'ring qizing. Taqilloti. Davay. Stop. Bu yerda erkak men o'zim gaplashaman, qoch. Nima? Qo'shiq nomi nima edi? Shunaqa. Bor yo'qol. Постой, паровоз, не стучите колеса. Oy, qari, adam 20 yilda birinchi marta ichiga ketdilar, tikayog'da turibdilar. O'tgan yili chat tarafga yag'aniga edilar, bu safar 10 tarafga yag'anadilar. O'sish bor. Ada qani deysizmi? Shashlik yeymiz. Ovqatdan tayyor mana. Go'sht olib kelganman, shashlik yeymiz. Shashlik yeyincha baloni yesa bo'lmasmikan? Oyi, indamay, zato anu alkash o'rtoqlarni yetilab kelmadilar, to'g'rimi? Rostdan o'rtog'im qani? Bu yil yangi yilni arg'ida o'tkazim, o'tgan yili Kamassagida o'tkazganman. Ada shashlik pishta olib kelingmi? Kimdir keldi? Voy, Qorbobo! Uyda nima ovqat? Shashlik qilganmiz. Shashlik yemadingmi hali? Sho'rva kirishga yo shashlik yemadim. Unda kirar ekanmiz, ketdik. Archa. Zo'r etar ekan, katta qiz Zeba ham shir etsa. Zebo, mana shu bola kuchida tanishdi. Sen soqolingni yechdi. Ya, Zebo sinfdoshingmi? Sen qora baliq qilyapsanmi? Bittaman emas, hammamiz qorbobolik qilyapmiz. Buni qizinikida bu qorbobo bo'ladi. Madinanikida bu qorbobo bo'ladi. U nima qilyapti? Prosta qorni ochligi uchun olib chiqdik, uyda ovqat yo'q. O'tgan yil ham keluvdilaring shekilli. O'tgan yil ham qorbobo bo'lib kelganimizda iris quvdi-da, Zeboni normallik ko'ra olmadim. Jinni har kun maktabda ko'rasan-ku. Endi uy kiyimida ko'rgan boshqacha-da. Nima? Tur yo'qol. Mayli, yangi yil yaxshi kutib olinglar. Sizlarga baxtli. Hey, ananas qaytar, qo'y joyiga. Qo'y. Qizinglarga omad tilayman. Baxtli bo'lsin. Mandarinni ol. Yaxshi joylarga kelin bo'lsin. Mandarinni ol. Ol qo'lingda, tort qo'lingda. Qo'ling tortda, yo'qolishda. Oy, bananni qaytar. Qaytar. Bananni qaytar. Oyi, qo'sh
qo'shni tabaka qilibdi. Vau, kompotni ko'tarib axirida yeb kelamiz. Bor taqillat. Eshik yo'q, oyi. Voy, sveti o'chib uxlayaptimikan a? Yangi yil kirishiga necha minut qoldi? 10 minut qolibdi. Voy, yur ko'chani nishonlamaylik yangi yilda. Bularga uxlab o'tirdim, bab uxlab qopti-ya. Soniya qiling, soniyani qoldi. 10, 9, 8, shapaskani ochaman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qani salyut? Bu yil ham salyutni ko'rolmadi. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Zo'r to'y bo'ldi. Meni kim olib ketadi? Men bilan yura qolsan, ketdi. Sarvar, sen meni olib keta qolgin. Menga taksi chaqirib beringlar. Hozir chaqirib beraman. Kim labo chaqirdi? Nimani dastavka qilish kerak? Mani. O'rtog'imga ishni yemasam ham semirib ketaveraman. Bilmasam, balki havodandir. O'rtoq, sen o'lchab ko'ramiz, yengil bo'ladi. Davay. Sindi. Ana mol o'lchaydigan tarozim bor, o'sha olib chiqaymi? Sen o'z kichkinagina qilsan, просто shu paltoyi sen shunaqa ko'rsh. Voy, to'xta. Qo'lim yetyapti. Allah! Ikki kun zulmatda qolib ketdim. Oy, qutuldim. Aziz, sen nimadir qilish kerak. Yur, seni bitta joyga olib boraman. Mana bariatriya markazi bu klinikada oshqozon qisqardirish operatsiyasi qilinadi. Qara, operatsiyalar O'zbekistondagi top 12 yillik tajribaga ega vrachlar tomonidan qilinadi. 5000 dan ortiq operatsiyalar o'tkazish kerak ekan. Hozir yangi yil munosabati bilan 50% chegirma ketyapti. Qara, palatalar chiroyliligini. Bo'ldi, o'rtoq operatsiyadan oldin sushi zakaz qilib ber. O'rtoqchilik bo'lib qo'yamsan, hazillashma. Yo'q, hazillashmayman. 20 ta mantimi? Sen o'zing ko'rsan operatsiyani. Yo'q, yosh katta qiz kelin bo'lsa, bunaqa qizlar vobshe erinmaydi. Kelin bizda kir mashina bor-ku. Kir mashinangiz 1,5 soat yuvayotgan. Men 20 minutda yuvib olaman buni. Oyijon, zavtrga issiqni nonlayaptim. Qizim, biz domda turamiz. Domda tagiga tandir yasattirdim-da o'g'lingizga. Bechora bolam. Boshqani yopmaysanmi, buzuriymi? Bunaqa qizlar qo'l harakatlaringizdan nima demoqchiligingizni tushunadi. Kelin bitta qo'lingiz bo'sh ekan, qani? Hop, O, ana tushungan odam sadaqasi ketsa, o'ng taraf, ana. Tushundim, oyijon, mant qilish kerak-a? Anu Zebo, Kiyimlaringizni dazmollab qo'yib bo'lganmi? Pulni olishga ham erinayapman, yangacha. Yurib oling, hajabi. Nima hamma shamolasam, siz shamollamaysiz, shu qiz bormi? Kam yashaganingiz bilinadi desh o'ta singilchi immunitetni ko'tarish kerak. Mana Supradin Immuno. Mashina ichib yurish kerak odam. Organizm kurashuvchanligini yaxshilaydi. Tarkibida vitamin D, C, sink bor. 3 tomonlama himoya. Menga bering, xo'y. Ichib oling, tezroq tuzalib, erga tegib ketib uyni bo'shating. Oyijon, siz ham ichib oling, hozir o'g'lingizga bo'g'izlab ichib chiqdim. Bunaqa qizlar erga tekkuncha hamma narsani o'rganib bo'lgan bo'ladi. Tikuvchilik, ingliz tili, dehqonchilik, bolaga qarash, kemasozlik, fura haydash, hamshiralik, ustachilik. Men bu 3-qator qiyshuv terilgan. Bizni boshqatdan quringlar. kim bu o'zi? Mahallaning kelini-yu. Keliningiz necha chaqqon? Meni kelinim dangasa. Keliningiz nechinchi yil? 2006. 97lardan kelin qilish kerak-da. Sizlarchi Supradin ichdinglarmi?